Misrlik yuragi xasta kishi Yevropaga, ya'ni Britaniyaga o'zini tekshirtirgani bordi. Uni ko'rikdan o'tkazib, kasalligingiz og'ir, jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak, lekin natijaga ham to'liq kafolat yo'q. Yuragingiz zaif deyishdi. Bunday bo'lsa, yurtimga qaytib, farzandlarim bilan vidolashib kelaman dedi. Doktorlar, kech qolmang, ahvolingiz og'ir deb takrorlashdi. Vataniga qaytib bolalarini jamladi. Ularni sabrga chaqirdi. Bu uchrashuv oxirgisi bo'lishi, amaliyotdan so'ng chiqmasligi mumkinligini aytdi. So'ng ba'zi do'stlarini ziyorat qilib, Allohga yo'liqish uchun taraddudini ko'rmoqchi bo'ldi. U kishining o'zi aytadi: bir do'stimni ko'rishgani idoraga bordim. Idora yaqinida qassobxona ham bor edi. Atrofga nazar solib qarasam, bir keksa ayol yerga tushgan va axlat qutisidan go'sht, suyak, yog' parchalarini terib xaltaga solayotgandi. Do'stimga qara dedim. Uning oldiga bordim. Ishidan hayron edim. Nima qilyapsiz dedim. 5 ta kichik yoshli qizlarim bor. 1 yildan beri umuman go'sht yeyishmaydi. Yeyishmasa ham hidini hidlashsin dedim dedi. Uning bu gaplaridan ko'zlarimga yosh keldi. Uni qassobning oldiga olib kirib, bu ayolga har hafta mening hisobimdan go'sht berasiz dedim. Ayol tinmay, yo'q, kerak emas derdi. Har hafta kelib, sizga qancha go'sht kerak bo'lsa, shu yerdan olasiz dedim. Menga 1 kilo yetadi dedi. Yo'q, 2 kilo qilib olasiz dedim. Oldindan 1 yillikning pulini to'ladim. Buni ko'rgan ayol haqqimga yig'lab duo qildi. Kayfiyatim ko'tarildi. O'zimni baxtiyor sezdim. Qilgan ishimdan mamnun, qalbimda huzur bilan uyga qaytdim. Meni qizalog'im qarshi oldi. Dadajon, juda xursand ko'rinasiz dedi. Unga voqeani aytib berdim. Qizim aqlli edi. Yig'lab qo'llarini ochib, "Ey Allohim, dadajonim o'sha ayolga yordam qilganlaridek, sen ham ularga yordam ber. Dardlarga shifo ber" dedi. Qolgan ishlarimni ham bitirib, bolalarim bilan xayrlashib, amaliyot uchun Yevropaga qaytdim. Doktor meni tekshirdi. Hayrat bilan: "Qayerda davolandingiz? Qaysi shifoxonada?" dedi. "Nimani nazarda tutyapsiz?" dedim. "Qayerga bordingiz deb so'rayapman. Kim sizni muolaja qildi?" dedi. "Hech qayerga